Bu jing'illashini qara, eshitinglar. O'zimi o'xshatibdimi? Alo. Alaykum assalom. Ko'k keldi, kakras gaplashib turibman, aka, hozir siz bilan. Shu 200 dollar, aka. Qo'shib beramiz, aka. Chexol bilan zaryadkasini qo'shib beramiz, aka. Dastavkasini ham tekin qilib beramiz, aka. Bo'l, Telegramdan lakasi tashlab bering, chiqazib yuboramiz, aka. Sizda ham bepul bo'lmayapti. Arajvisini sotdingiz, ko'k 200 dollarga bu qanaqasi bo'ladi? Ko'k ham trendga chiqib ketdi. Ko'pchilik ko'kini so'rayapti, o'xshatib qo'yganini qarang, a. Nimaga 200 dollarligini hozir video oqicham ko'ringlar, tushuntirib beraman sizlarga. O'rtoqlar, bu ko'rib turganingiz shu 200 dollarga dubayskiy premium versiyasi bo'ladi. iPhone 17 ga shunaqangi o'xshatib tashlagan, uncha odam farqi bormaydi, qaranglar. Hamma joylarini rostakasini o'xshatib tashlagan. Menyularni ham ko'rsatib o'taman. Mana ochilishlari uncha-munchaga qotib qolmaydi. Ishlashlari zakovli, ko'rinish, menyulari ham o'sha iPhone iOS tizimidagi bo'ladi, lekin o'rtoqlar Android sistemasida ishlaydi. Play Marketlari bo'ladi, Telegram, Instagram, YouTube'larni bemalol skichat qilib foydalansanglar bo'ladi. Emaillardan xudo xolisa umuman muammo bo'lmaydi. O'zingiz etib qolmasanglar, uncha odam farqiga bormaydi. O'rtoqlar, ko'pchilik kamerasini ko'rsating deyshadi. Mana kamerasini ko'rsatib beraman. Ozgina lekin farq qilib qolar ekan kamerasidan. Zaryadka chexol dastavkasi bilan tekin qilib beramiz 200 dollar evaziga. O'zbekiston viloyatlariga va shahar ichida dastavkamiz bor.